Ustozim o'sha payt to'g'ri aytgan ekanlar. Bolalar, o'tgan darsga kim tayyor? Shahzod, doskaga chiq. Shahzodjon, o'g'lim doskaga chiq. Uyga vazifani gapir, o'g'lim. Darsga tayyormisan? So'z darsga tayyorlanmagandim. Shahzodjon, nima uchun darsga har safar tayyorlanmay kelyapsan? Unday bo'lmaydi-da. Darsga tayyor bo'lib kelish kerak. Darslaring tugagandan keyin meni yonimga kel. Mumkinmi so'z? Shahzod, sen o'qimasang bo'lmaydi, bolam. Erta bir kun ota-onangni kim boqadi? Oilada bitta farzand bo'lsang, oilangni bilaman. Bu qiyinchiliklar o'tib ketadi. Maktabga har kun kelib to'garaklarga qatnashishing kerak. Sen ingliz tili, rus tili, matematika fanlarini chuqur o'rganib, o'zlashtirishga harakat qil, bolam. So'z hozir to'garaklarga kela olmayman. Nimaga, o'g'lim? Kafega ishga kirgandim. Oyoq kiyimim yirtilgandi. Uydagilarimga og'irligim tushmasin deb ishlayotgan edim. Oyoq kiyimimga pul yig'ishim bilan albatta to'garaklarga kelaman, so'z. Tushunarli, bolam. Ertaga darsdan keyin menga uchrashib ket. Mumkinmi so'z? Keldingmi, bolam? Kel. Shahzodjon, bolam, mana bu oyoq kiyimni sen uchun oldim. Faqat sen o'qisang bo'ldi. To'garaklarga kel, bilimingni oshir, bolam. Uzr, so'z, buni ololmayman. Unday dema, bolam. Chin yurakdan sen uchun sovg'a qilib oldim. Ol, bolam. Rahmat, so'z. Shahzodjon, o'g'lim, ustozlar olgan oyligiga uy qurolmasligi mumkin. Mashinalar ololmasligi mumkin. Dunyo kezib sayohatlar qila olmasligi mumkin. Lekin u o'qitgan o'quvchilar shaharlar quradi, dunyo kezadi. Nasib qilsa, mana shunday inson bo'lasan. Sen faqat o'qi, bolam, men senga ishonaman.